Assalomu alaykum, yaxshimisizlar qizlar? Xo'p, bemorlarda shikoyatlari bilan analizlarni solishtirib ko'rganimizda doim bir-biriga mos tushmaydi-da. Bemor shikoyati endi menga lurg kelganligi uchun allergitik rinit hozir kuz bo'lgani uchun doim burundan oqma, burun bitishi, operatsiya bo'lib o'tib ketgan allaqachon 1-2 yilda, 13-14 yosh, lekin hali ham shikoyat burun bitishida. Qizlar, men sizlarga 100 martalab aytaman, burun shilliq qavati ichak bilan 100% bog'liq. Oshqozon chak trakti. Mana kaprologiyani ahvolini ko'rib turibsizlar. Zamburug' to'la, qiz sutdan o'zini tiya olmaydi, lambalar bor. Hamma zamburug' bakteriyalar tashqaridan o'ziga kerakli mahsulotni so'ragandan keyin u allergen bo'lib kiraveradi, lekin diyeta haqida hech kim o'ylab ham ko'rmaydi. Shunaqa masala.